Ha nima bo'lsam bo'laveraman. Qo'shni, qo'shni. Ha, qo'shni. Eshigimga tag siz musor tashladingizmi? Uzr, bolalar tashlab yuboribdi-da. Ha, endi yaxshi eshitib eshigimga tagi musor tashlaganingiz uchun eng boy badavlat odam bo'lib keting. Tushundingizmi? Uyingizdan bir dona musor topa olmang. Musor nimaligini bilmay o'tib keting. Uyingizga hamma havas qiladigan bo'lib qolsa, oddiy suvda emas, siz tilla suvda cho'miling. Bitta musorga shuncha gapirib yuboryapsizmi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa-chi, siz mashinalar shunaqa ko'payib ketsin, qaysi birini minishni bilmay qoling. Tushundingizmi? Pul ko'pligidan qaq qo'yishni bilmasdan ko'tarib yurib qo'llaringiz to'lib ketsin. Mendan ham battar bo'ling 3-4 barobar. Maza qilib Mash qo'shnim indamay menga bunday qilib o'tib ketdimi? Katta joylarga indamasdan boshliq bo'lib ketsin. Chet el yuring, Amerika, London. Amerikalardan vizalar tekinga bersin. Tushundingizmi? Eng oldi odam bo'lib yuring, qo'shni. Ha, bo'pti-da. Mana 2 etajli uy oldida turibsiz-ku, mashina 8 etaj qilib yuboring, bo'ptimi? Buni mahallalarni polniy asfalt qilib, yaxshilik qilishdan to'xtamang. Yana nima qo'shni? O'g'lim futbolga qo'shmasa ajrasib, o'g'li shu qilgan uchun katta klublar talash bo'lsin. Barsa, Realda, Bavariyada, Chelseada eshiklarni to'shab solib, qimmat pullarga o'ynata olmasin, eng kuchli futbolist bo'lsa o'g'lingiz. Ashnaqami bo'ldi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa hozir borishingizga, qaynangiz bilan qaynatangiz kuyovimga degan yangi mashinalar bilan sizni kutib olsa, hayotingiz davomida kredit nimaligini bilmay o'tib ketding. Kayf qo'rdim. Obbo, yana urishyaptimi? Ey, italyanlar eshitishib, mana shunaqa mahalladan 5-6 ta sotib olib, 20 etajdan dom qurib, mahallani boshiga vertolyotda chiqargan bo'lib qolishgan. Tupursalar dollar tupuradigan bo'lib qolgan. Tushunishdingmi? Hali yaxshi aytdimmi?